Oila jamiyatning asosiy bug'unidir. 63-moddada xuddi shunday deyilgan. G'alati emasmi? Jimmy? Sotamota. Bo'ldi, o'xshadi. O'xshadimi? O'xshadi. Shunda tepa qayda borishadi? Tushunmadim. Nima bu? Assalomu alaykum, bo'g'irsolarim. Kampir! Betga choparlikni kimdan o'rgangansiz? Otingizdanmi? Kerak bo'lsa, mana shu yerga yotib olaman. Ne ko'p o'chira ozing. Bu yog'iga murik baxtsiz bo'lib qolmaylik. Lekinchi tavbasiga tayantiraman. Bir kun yig'laysiz, bir kun kulasiz, tinchlikmi oyijon? Sevganim menga kulib qaramadi. Voy meni ahvolimni so'ramadi. Muzlagan yuragimni yaraladi. Men o'sha amaliyotchi qiz. Sevganim menga kulib qaramadi. Voy meni ahvolimni so'ramadi. Muzlagan yuragimni yaraladi. Men o'sha amaliyotchi qiz. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Agar huquqini paymon qilishayotgan bo'lsa, kurash. Bo'lmasa meni qizim emas. Fidayo bu zaksmi? Fattoh akam kuyovlar. Onamga gul berish uchun sabab bo'lishi shart emas. Nima qilyapsan? O'zimni ozmoqchiman. O'zi menga ish kerak edi. Tez yordamda ishlamaganmisiz? 46-modda. Nima 46-modda? Xotin-qizlardan erkaklar teng huquqlidir. Ayol har ishda madadkor. Qizlarni yuragini bilmaydi-da. Yunus bo'yicha xohlagandim. Bir sevsa ikki marta sevmaydi-da. Bu dillar aldanganni qo'ymaydi-da. Men o'sha amaliyotchi qiz. Romantika yo'q. Qizlarni yuragini bilmaydi-da. Bir sevsa ikki marta sevmaydi-da. Bu dillar aldanganni qo'ymaydi-da. Men o'sha amaliyotchi qiz. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Dunyoni qutqaradi muhabbat, muhabbat. Ko'ngilni yayratadi muhabbat, muhabbat. Ah yonaman, vah yonaman. Nima bo'ldi? Yengildingmi? Ha, yengildi. Men senga aytgandimmi? Men ham odamman dedi. Ma'naviy zararni 10 baravar qilib undirib olaman. Seni ishdan ketishing ham taymerga qo'yilib, shoshilinch murojaat tezroq joyla. Gah. Nima gah? Voy, gah deganda xotin eri qo'liga qo'nadi. Ha. Gah. Qo'ndi? Bu boshqa gap.